Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. 9 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan siniy traktorimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli chiqqan. Oldi glanli chiroqlari yonadi, balonlari yumshoq, reziniy balon. Suv sachramasligi uchun ustida qanotlari ham bor. Korosli usti yopiq buni. Undan tashqari bu yerda katta 24 voltli akkumulyator joylashgan. Yomg'ir tushsa, pumpning ustini paket bilan yopib qo'ysanglar ham maza qilib yomg'irda ham haydab yuradi. Orqa balonlari ham yumshoq, reziniy balon bo'ladi. Ikkita orqa balonning ichida katta motori bor, 80 kg atrofida yuk ko'taradi. Oldi chiroqlari yonadi deb aytdik. Orqa tarafida bo'lsa pritsepini balonlari plastmassaviy bo'ladi. Kattagina pritsep, ichiga narsalarni solsa, ukasini solsa ham bo'ladi. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Eksportning bu Turkiyaga eksport qilinadigan bo'lib chiqqan. Bu yoqda chiroqlari ham yonadi. Ishlariga keladigan bo'lsak, ichida bunaqa monitori bor, multfilmni ko'rsa bo'ladigan, tez-sekin yursa bo'ladi, chiroqlarini o'chirib yoqsa bo'ladigan knopkalari bu joyda joylashgan. Pult bilan ham boshqarsa bo'ladi, pulti ham bor, pedal bilan ham boshqarib yursa bo'ladi. Bu joyda korobka передатчиклari bor. Oldinga orqaga yuradigan korobka передатчиклari zinalar bilan chiqib uchib yuraveradi. 9 taxminan 10 yoshgacha bolalar ichiga sig'adi. Jiyanimizda 7 yosh. Ko'ryapsizlar, hozir sizlarga uchib beradi. Ketdik. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 817 47. Koreya, Rossiya va boshqa davlatlardan turib ham buyurtma bersanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Yumshoq kojinli bo'ladi. Sidenalari narxi hozirgi paytda $440 chiqyapti. Buni kichkinaroqlari ham bor, $250. Telegramdagi haydovchi bolajon Telegram kanali orqali bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki telefonimizga qo'ng'iroq qilinglar. Korobka передач va pedallari ham bor.